Assalomu alaykum kanallarimiz hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Bugungi sotuvga chiqqan xonadonimiz Urganchda Ray Centerda izlar. Ray Center 02 Banisa yaqin yerda 2 qavatli binoni ikkinchi qavatida bir xona kvartira bilan tanishib o'tamiz. Sherdor to'yxona ham yaqin ekan. Bu tarafda Sherdor to'yxona borsangiz bo'ladi izlar. Shu yerdan bir ozgina 200 metr yursangizlar bu tarafimizda Ray Center Banisasi, Raddomi, bundan 02 ga yetsangiz bo'ladi. Hurmatli vatandoshlar, ham Xalq banki, hamda Ray Center bozori. Ajoyib mesta poложениясына gapsiz bo'lishi mumkin. Bu tarafa kelsangizlar, hozir doğru Sultanbeyli ko'chasiga chiqsa bo'ladi. Yerda bilasizlar, gaz, suv, suvdan muammo yo'q. 19 marshrutlar o'tib turibdi. Damas, avtobus har 5 minutda o'tadi. Ray Center'ni zo'r endi. Yana ko'rib turganingizdek 19 marshrut yurib turibdi. Magazinlarda ham hech qanday muammosi yo'q. Hamma o'ng'ayli, chotki mestada joylashgan. Narxini videoning davomida aytib o'taman azizlar. Kanallarimizga obuna bo'lib, videolarimizni like bosib ko'rishingizdan chiqmasin. Qani yetib kelsa birgalikda kvartiramizni ko'rib chiqamiz. Hurmatli vatandoshlar, ikkinchi qavatga yetib keldik. Shu nurdagi xonadonimiz ekan, girish eshiklari yog'och eshiklardan. Bismillahirrohmanirrohim deb giramiz. Xonadonimizga girgandan koridor joyi, devorlar natonli fon, bedena pirxoshgan mestalari, sanuzel, oshxona, keyin o'ng tarafimizda asosiy xonasi joylashgan. Hurmatli vatandoshlar, suv, svet, gazidan kun muammosi yo'q. Shahrimizni ajoyib mestasi Urganch. Tuman, Ray Center'da esa tumanga keladi ekan. Birimiz shahar isopal ekan buninglar. Bedening yuvishxona, hojatxonasi, ikkisi bir yerda devorlar polni plastik bo'lgan, suvdan sozan qo'yilgan, suv sho'chiklari bor. Isu uchun areston qo'yilgan. Hurmatli vatandoshlar, xonadonimizda olib ketiladigan vajlari bituv texnikalari, xolodilnik, kirmashin, televizori, keyin posuda kiyim-kechaklari yetadi. Qonun vajlari qoladi. Sizlar bedening mo'ykalar, gaz plita, mebeli qoladi. Hurmatli vatandoshlar, oshxonamiz 2,5 metr tushgan demir kotyollarni bo'yining ixchamli ajoyib chiroylisidan qo'yganlar. Gaz cho'chiklar bu yerda o'rnatilgan ekan, svet cho'chiklari bu yerda eshikning ustida. Bu tarafimizda asosiy xonasi 3,5 kattalikda, bu yerda ochiq balkonga ega, oyoqda gilamlar, perdalar, shkaf, bu yerda konditsioner bor ekan, konditsioner ham qoladi. Azizlar, mesta poложенияsi Ray Center'da izlar, Sherdor to'yxona Ray Center 02 sine yaqin yerda 2 qavatli binoni ikkinchi qavatida bir xona kvartiramiz sotib chiqdingizlar. Kimda doğru yerdan bo'lsa bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Ekranda обязательно nomerlarimizni qoldiramiz. Batafsil ma'lumot uchun narxga to'xtalib o'tsak, narxi 230 million so'm. Azizlar, kelishadigan yeri bor. 2 qavatli binoni ikkinchi qavatida. Yana tarafında bog'cha ismi, maktab ismi bor. Suv, svet, gazlari bor azizlar. Marshrut 19 marshrut turibdi. Hamma o'ng'ayli. Ray Center'da joylashgan. Hurmatli vatandoshlar, Sherdor to'yxona 02, Xalq banki, Ray Center Xalq banki, Ray Center bozori ham bir adam zo'r mestada joylashgan, texi ajoyib mestada shunday bir xona kvartirani e'tiborlaringizga havola qilamiz azizlar. Hurmatli vatandoshlar, azizlar, kanallarimizga obuna bo'lsa, obuna bo'lib, videolarimizni like bosib ko'rishingizdan chiqmasin. Hammaga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Keyingi roliklarda sog' omon ko'rishguncha xayrlab qolamiz.